Salom aziz avtomobil ixlosmandlari, bugun biz sizlar bilan 2026 yilgi Chevrolet Zora modelining barcha texnik xususiyatlari va imkoniyatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu avtomobil zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan birlashtirilgan bo'lib, nafaqat shahar ichida, balki uzoq safarlarda ham sizga qulaylik beradi. Chevrolet Zora 2026 yil modeli aerodinamik shakllari bilan ajralib turadi. Bu esa yoqilg'i samaradorligini oshiradi va haydovchiga barqarorlikni taqdim etadi. Old qismining agressiv ko'rinishi va LED yoritgichlari tun paytida ham yo'lni aniq ko'rishga yordam beradi. Shuningdek, avtomobilning zamonaviy ko'rinishini yanada kuchaytiradi. Ichki interyer yuqori sifatli materiallar bilan jihozlangan bo'lib, yumshoq o'tirish joylari va ergonomik boshqaruv elementlari haydovchiga va yo'lovchilarga qulaylik yaratadi. Katta o'lchamli sensorli displeylar va raqamli panel orqali barcha asosiy ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Bu esa haydovchining diqqatini yo'lga qaratishda yordam beradi. Multimedia tizimi ilg'or ovoz tizimi bilan jihozlangan bo'lib, musiqani yuqori sifatda tinglash imkonini beradi. Chevrolet Zora 2026 modeli kuchli va samarali dvigatel variantlariga ega bo'lib, ularning har biri yuqori tezlik va tezkorlikni taqdim etadi. Yonilg'i samaradorligi va ekologik tozaligi jihatidan ham ushbu model ilg'or hisoblanadi. Shuningdek, avtomobil xavfsizlik tizimlari bilan to'liq jihozlangan bo'lib, ilg'or haydovchilik yordamchilari, avtotormoz tizimi, burilish yordamchisi va xavfsizlik yostiqlari haydovchining va yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlaydi. Chevrolet Zora 2026 yil modeli shuningdek keng yukxona maydoni va moslashuvchan orqa o'rindiqlar bilan jihozlangan. Bu esa safarlar davomida barcha yuklarni va yo'lovchilarni qulay tarzda joylashtirish imkonini beradi. Dvigatel turlari orasida benzin, hibrid va elektr variantlari mavjud bo'lib, har bir xaridor o'z haydovchilik ehtiyojlariga mos variantni tanlashi mumkin. Avtomobilning suspensiya tizimi ham